Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugun o'qiydigan tema Yunan istilojchilari va O'rta Osiyo. Makedon Yunan podshohi Filipning o'g'li Aleksandr Makedonskiy, ya'ni Iskandar Zulqarnayn, otasi o'ldirilgandan keyin uning otasi eronliklar quvvatlagan suiqasdda o'ldirilgan. Uning sharq allarini bo'ysundirish niyatiga varislik qildi. İskender miladidan 356 yil burun tug'ilgan. Uni otasi Filip nihoyat yaxshi tarbiyalab, har jihatdan qobiliyatli qilib yetishtirish uchun Yunan faylasufi Aristoteldan ta'lim oldirgan. İskender intizomchanlikka nihoyat puxta, o'z zamonasidagi eng yaxshi qurollar bilan qurollangan jangovar qo'shin tashkil qildi. U miladidan 334 yil burun, ya'ni 22 yoshida 30 ming piyoda 5000 atliq qo'shinga bosh bo'lib sharqqa yurish boshladi. İskender 10 yil yurish qilib, miladidan 324 yil burunqi chaqqa kelganda Kichik Osiyo, Suriya, Finka, Misr, Eron, O'rta Osiyo va Hindiston qatorliq ellarni besib oldi. İskender Eronni besib olishda Ahmonilar sulolasining eng oxirgi shohi Dara 3 bilan bir necha qitim urushdi. İskender Kichik Osiyoni besib olgandan keyin Suriyaga yurish qildi. U Suriyadagi Isis degan joyda bo'lgan urushda Dara 3 ni tarmar qildi. Dara qochib ketdi. Daraning oilasi va boyliqlari İskenderning qo'liga tushdi. Dara 3 Isis yenidagi mag'lubiyatidan keyin İskenderga elchi avatib, o'z qizlaridan birini İskenderga yotliq qilish orqali yaxshichaq bo'lishga urindi. İskender Dara 3 ning talabini rad qilib, urushni davomlashtirdi. İskender Eron Ahmonilar sulolasining g'arbiy territoriyasi, ya'ni Kichik Osiyo, Finika, Falastin, Misrni ancha ko'p kuch sarf qilmayla bo'ysundirib oldi. İskender miladidan 331 yil burun Dajli va Firat daryolaridan o'tib, Eronning sharqiy qismiga yurish boshladi. Miladidan burunqi 331-yili Gavgamil degan yeza, hozirgi Iroqning Babil shahrining yonida. Shu yezda Makedon qo'shinlari bilan Eron qo'shinlari orasida hal qilg'uch jang bo'ldi. İskender qo'mondonligidagi 47 ming, ya'ni 40 ming piyoda, 7 ming otliq kishidan tarkib topgan Makedon qo'shinlari Dara 3 ning boshlig'idagi 92 ming kishidan tarkib topgan Eron qo'shinlarini tarmar qildi. Dara 3 Eronning sharqiga qarab qochdi. Dara 3 yo'lda ketayotganda Ahmonilarning xoni jamiyatidan bo'lgan Bissiz, ya'ni Bakteriyaning satrapi edi. Uni o'ldirib, o'zini Ahmonilar sulolasining shohi deb jakarladi. Buningdan xabar topgan İskender miladidan 229 yil burun 15 kun davom qilgan intayin qiyin yurishdan keyin Hindukush tog'laridan o'tib Bakteriyaga bisib kirdi. Bissiz Bakteriyaning bosh shahri Bakterani tashlab chiqib, Amu daryoning shimoliga qarab chekindi. İskender o'z qo'shinlarini 5 kun ichida Amu daryodan o'tkazib, Bissisni izidan qo'g'lab berib tutib oldi. İskender Ahmonilar sulolasini o'z holiga keltirish niyatida bo'lganlarga ibrat bo'lsin deb, Bissisni Ekbataga akilib, Mediyaliklar va Farislarning oldida o'ldirdi. İskender Bissisni bir taraf qilib bo'lgandan keyin Samarqand, ya'ni Marokatga qarab mangdi. Qahramon Samarqandliklar bosqinchilarga qarshi jon tikib kurashdi. İskender Mavara un-Nahrini cho'ng kuch qilib bo'ysundirdi. İskender shu qitimqi yurishida hozirgi Tojikistonning g'arbiy shimolidagi Ari to'pida nihoyat qattiq qarshilikqa uchirdi. U Mavara un-Nahrini bo'ysundirishda 22 ming odamni o'ldirdi. İskender O'rta Osiyoning asosiy qismi, ya'ni Mavara un-Nahri bilan Bakteriyani bo'ysundirib olgandan keyin u joylarni idora qiladigan bosh valiylarni tayinladi. O'rta Osiyo xalqlari Makedon, Yunan istilojchilarining qilich va qon bilan o'rnatgan hukmronligini tan olmadi. Erkinlik va mustaqillikni jinidanmi aziz ko'radigan O'rta Osiyo xalqlari Makedon, ya'ni Yunan istilojchilariga qarshi ozodlik to'g'ini egiz ko'tarib, orqa-orqadan qo'zg'olon ko'tardi. Bunda qo'zg'olonlarning eng cho'ngi Svitamin boshchiligidagi qo'zg'olon edi.
Sifitamin milodidan 328 yil burun Samarqandni ishg'ol qilib, shahardagi Makedon Yunan qo'shinlarining ko'pini qirib tashladi. Aman qolgan Makedon Yunan qo'shinlari Samarqanddagi qo'rg'onga bekinib oldi. Samarqandning qo'ldan ketganligini anglagan Iskandar asosiy qo'shinlarini boshlab Marakandga qarab yo'lga chiqdi. Iskandar qo'shinlarining oldingi qismlari Samarqandga yaqinlab kelganda Sifitamin qurgan muhasirni amaldan qoldirib chekindi. Sifitamin bir necha qitim cho'lga chekinib fursat tepib, kuchlarini to'liqlab Samarqandga yurish qilgan bo'lsa-mu, oxir o'z ishidan chiqqan xoinlar uning beshini kesib Iskandarga taqdim qildi. Ba'zi bir tarixiy ma'lumotlarda Sifitaminni o'z ayoli o'ldirib, beshini o'z qo'li bilan Iskandarga olib bergan deyiladi. Sifitaminning yetakchiligida qo'zg'olon taxminan 3 yil davom qilib, milodidan 327 yil burun u o'lgandan keyin oyoqlashgan. Sifitamin boshchiligidagi qo'zg'olonda O'rta Osiyo saklari asosiy rol o'ynagan. Sifitamin o'ngsizlikqa uchraganda chorvachi saklar yashaydigan dala cho'llarga chekinib, ajallik mag'lubiyatga uchrashdan qutulib qoladi. Chunki Makedon Yunan qo'shinlari O'rta Osiyodagi dala cho'llariga besib kirishdan qo'rqatdi. Saklar qo'zg'olon sepilda ko'p bo'lgandan tashqari bosqinchilarga qarshi kurashda boturlik ko'rsatgan edi. Iskandar milodidan 334 yil burun sharqqa yurish boshlab, milodidan 324 yil burungi chaqqa kelganda, G'arbiy O'rta dengizining sharqidan tortib, Sharqiy Hindistonni o'z ichiga olgan cheksiz territoriyani ishg'ol qilib, Makedon Yunan imperiyasini qurdi. Bu imperiya 22 yil hukm surdi. Iskandar Sifitamin qo'zg'olonini bostirib bo'lgandan keyin milodidan 327 yil burun Hindistonga yurish qildi. U Hindistonning Panjab vodisini besib oldi. Lekin Makedon Yunan qo'shinlari Hindistonning iqlimiga ko'nalmadi. Yana bir tarafdan ular urushdan zerikib, o'z vatani Yunanistonga qaytib ketishni talab qildi. Ana shundaq sabablarga ko'ra Iskandar Yunanliklarni suv va quruqlik yo'li bilan Hindistondan Eronga qaytishga buyruq berdi. O'zi bo'lsa milodidan 324 yil burun Babil, ya'ni Tangrining ishiki degan ma'noda Babilga qaytib keldi. Iskandarning sharqqa qilgan yurishi tajovuzchilik xarakterida bo'lsa-mu, obyektiv jihatdan olganda Sharq bilan G'arb orasidagi iqtisodiy va madaniyatning almashishini olg'a surgan edi. Bulubmu O'rta Osiyo bilan Hindistonning qadimgi madaniyati Yunan madaniyatining ta'sir qilishi bilan yuksak va yep-yangi bir bosqichga kirgan edi. Iskandar O'rta Osiyo xalqlarini bo'ysundirishda nihoyat qattiq qarshilik uchirganda, yerlik aqsonklarning sotqunligidan foydalandi. Xalq ko'pchilikka bo'lsa qonliq jazo qo'llandi. Makedon Yunan imperiyasiga kirgan O'rta Osiyo xalqlari 150 yildan keyinla milodidan 180 yil burun bu yangi bosqinchilarning zulmidan qutula oldi. Bakteriya bo'lsa 180 yildan keyin, ya'ni milodidan 150 yil burun qutuldi. Milodidan 223 yil burun Iskandar, ya'ni 33 yoshida Babilda olamdan o'tdi. Onun ölümünden keyin Makedon Yunan imperiyasi bölünüp ketdi. Makedon Yunan imperiyasi o'rnida Yunaniston, Makedoniya bilan Yunanni o'z ichiga oladi. Slaviklar davlati, buning ichiga Suriya, Eron, O'rta Osiyo kiradi. Misr qatorliq 3 davlat paydo bo'ldi. Iskandarning qo'mondonlaridan biri bo'lgan Slavikqa nihoyatda cho'ng territoriya tegdi. Uning zimini o'z nomi bilan Slaviklar davlati deb ataldi. O'rta Osiyo bo'lsa Slaviklar davlatining tarkibida qoldi. Davlatning poytaxti Dajli daryosining yuqorqi iqimidagi Slavikiya, ya'ni Yunanliklar qurgan shahar edi. Bu davlat 248 yil hukm surdi. 17 podshoh o'tdi. Milodidan 250 yil burun Slaviklar davlatida nihoyatda jiddiy voqealar yuz berdi. Imperator Antioxning o'g'illari Slavik 2 bilan uning ukasi Antiox Herakles orasida taxtni talashish urushi boshlandi. Shu voqeadan foydalangan Bakteriya bilan Parpiya, ya'ni Eron egizigining sharqiy shimoliy qismi mustaqillik jakarladi. Bakteriya bosh valisi Diudat o'zini podshoh deb jakarladi. Eronning sharqiy shimol qismini Afg'onistondagi Tijan daryosining bo'yida yashaydigan Dahlar qabilasining xoni Arshak egallab oldi.
U Parpiya dövlətiga asos soldi. Arshak qurgan Parpiya dövlətini Jungo tarixçiləri Arshakның nomi bilan Anshi deb yozishgan. Anshi Arshak so'zining xanzucha talaffuzda yozilishi edi. Slaviklar dövləti milodidan 64 yil burun Rim imperiyasi tarafidan yo'qitildi. O'rta Osiyo bo'lsa, Antiox 3ning vaqtida milodidan 180 yil burun Makedon Yunan istilochilari hokimiyatidan qutulgan edi. Bakteriya milodidan 250 yil burun Slaviklar dövlətindən ayrılıb chiqib mustaqil bo'lgan bo'lsa-mu, bakteriyaning mustaqilligiga asos solganlar O'rta Osiyoning yerlik aholisidan kelib chiqqanlar bo'lmasdan, balki Slaviklar tarafidan bakteriyaga qo'yilgan Yunonlik bosh vali Teodat edi. 110 yil hukm sürgan bu davlat tarixda Yunan bakteriya podshohligi deb ataldi. Yunan bakteriya podshohligi Evtidim va Dimitrining vaqtida nihoyatda kuchaygan edi. Shu chaqda uning territoriyasi ichiga Afg'onistonning Herat va Qandahar oblastlari, Sug'diyona, Sharqiy Eronning Xamun ko'li atroflari, Hindukush tog'larining janubiy etaklari, Hindistonning g'arbiy shimol qismi kirgan edi. Yunan bakteriya podshohligi Tarim vodisidagi Uyg'urlar bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalar o'rnatgan. Dimitrining vaqtida Yunan bakteriya podshohligi o'z chegaralarini Sirislar va Hullar mamlakatlarigacha kengaytgan edi, deydi. Yunan bakteriya podshohligiga Teodat 1, Teodat 2, Evtidim Dimitri, Evkratip Giliokil qatorliq kishilar podshoh bo'lgan. Teodat 1 230-yil Satrap qo'shnisi Parpiya bilan ko'p qitim urushgan. Parpiyaning tunji podshohi Arshak Yunan bakteriya podshohligi bilan bo'lgan urushlarning birida o'lgan. Teodat 1 milodining 239 yil burun Slaviklar podshohining podshohi Kalinos 2ning Parpiyaga qarshi elib borgan urushiga qatnashgan. Parpiya podshohi Tridat o'z territoriyasidagi chorvachilik rayoniga chekingan, u kuch to'plab dushmanga qaytarma zarba bergan. Teodat 2 Slaviklar podshohligi Parpiyani besib oladigan bo'lsa, Yunan bakteriya podshohligiga xavf tug'ildiganligini nazarda tutib, Slaviklar podshohligi bilan bo'lgan munosabatni uzib, Parpiya bilan ittifoq tuzgan. Shuningdan keyin Yunan bakteriya podshohligi bilan Parpiyaning birlashgan qo'shinlari Slaviklarga qattiq zarba bergan. Parpiya podshohi Artaban Slaviklar podshohligidan Mediyaning ko'p qismini va poytaxt Ekbatanani tortib olgan. Dal shu chaqda Yunan bakteriya podshohligida ichki urush yuz bergan. Kichik Osiyolik Evtidim u Yunan naslidan Teodat 2ning qo'lidan hokimiyatni tortib olgan. Evtidim hokimiyatni tortib olishda Sug'diyonaning Teodat 2ga bo'lgan noroziligidan foydalangan. Evtidimning vaqtida Yunan bakteriya podshohligi bilan Slaviklar orasida urush yuz berdi. Milodidan 208 yil burun Slaviklar podshohi Antiox 3 Yunan bakteriya podshohligiga hujum qildi va bakteriyaning poytaxti Zari Asib shahrini qorshab oldi. Qo'rshav 2 yil davom qildi. Evtidim ko'chmanlarni yordamga chaqiraman deb tahdid solgandan keyin Antiox 3 shahar qo'rshavini bekor qildi. Milodidan 206 yil burun Evtidimning o'g'li Dimitri Atsi nomidan Antiox 3 bilan suhbatlashish uchun tap tortmasdan dushman qarorgohiga keladi. Antiox 3 suhbat jarayonida Dimitrining botur va aqlli ekanligini sezib hayron qoladi. Shu yili ikki davlat orasida ahdnoma tuziladi. Ahdnomaga binoan Antiox 3 Evtidimning podshohlik unvonini tan oladi va o'z qizlaridan birini Dimitriga yotliq qilishga va'da beradi. Evtidimdan keyin uning o'g'li Dimitri vaqtida Yunan bakteriya podshohligining nihoyatda kuchayganligini boshda yozgan edik. Lekin shundoq bo'lsa-mu, milodidan 174 yil ilgari Dimitrining qo'shin boshlab Hindistonga ketgan fursatdan foydalangan Evkratip Dimitrining harbiy boshliqlaridan biri hokimiyatni tortib oldi. Milodidan 174 yil burungi chaqdan tortib, milodining 167 yil burungi chaqgacha bo'lgan 7 yil ichida Yunan bakteriya podshohligiga 2 podshoh, ya'ni Hindiston qismiga Dimitri, O'rta Osiyo qismiga Evkratip hukmronlik qildi.
Miladidan 167 yil burunqi chaqqa kelganda Evkratid Yunan Bakteriya podshohligiga yakki yagona holda hukmronlik qilishga boshladi. Evkratid miladidan 155 yil burun Hindistonga qilgan harbiy yurishidan qaytib kelganda o'g'li Apollodot tarafidan o'ldirildi. Ancha uzun o'tmayla Apollodotni ukisi Kileokil o'ldirdi. Yunan Bakteriya podshohligining O'rta Osiyoga bo'lgan hukmronligi milodidan 140 yil burun ulug' yovchilar tarafidan og'dirildi. Kileokilning vaqtida Yunan Bakteriya podshohligi va Yunan Hindi podshohligidan iborat ikki davlatga ayrilib ketdi. Ulug' yovchilar Yunan Bakteriya davlatining ikkiga bo'linib ajizlab ketgan vaqtida Afg'onistonga besib kirib 110 yil hukm surgan bu davlatni yo'qotdi. Ulug' yovchilar eng qadimgi chaqda hozirgi Gansuning Xishi koridorida yashaydi. Ular milodidan 209 yil burun qurilgan Ulug' Hun Tangriqutligining ulug' hukmroni Batur Tangriqutning vaqtida bo'ysundirilgan. Ulug' yovchilar Hun Tangriqutligiga tava bo'lishdan burun milodidan 3 asr burun mustaqil xonlik bo'lib 150 ming kishilik qo'shinga ega edi. Mana shuningga asoslanganda ulug' yovchilar aholisi 1 millionga yaqin bo'lsa kerak, ular asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ulug' yovchilar eng qadimgi chaqlardan tortib Hunlar, Uysunlar bilan bir-biriga yan qo'shna bo'lib yashagan. Ulug' yovchilar Uysunlar bilan Xishi koridorida yashagan bo'lsa, Hunlar ularning sharqiy, hozirgi Mong'oliya va ichki Mong'olda edi. Ulug' yovchilar milodidan 3 asr burun Uysunlarga hujum qilib, ularning xoni Nandomini o'ltirib, ularning yayloqlarini besib olgan. Eg'ir mag'lubiyatga uchragan Uysunlar sharqqa qochib, Hunlar qanoti ostida amonlik topgan. Hunlarga qochib borgan Uysun yabg'usi tug'ilganiga bir necha oy bo'lgan Xonzada Zag'umini, ya'ni Nandomining o'g'lini ilib billa qochgan. Uni Batur Tangriqut tarbiyalab cho'ng qilgan. Zag'umi Hunlarning qo'shinlariga qarshi ilib borgan urushlarda xizmat ko'rsatgan. Batur Tangriqut uni Uysunlarga xon qilib tayinlab, butun Uysun aholisini o'z yurtlariga qaytargan. Ancha uzun o'tmay Uysunlar bilan ulug' yovchilar orasida yana urush yuz bergan. Bu qitimmu nihoyat eg'ir mag'lubiyatga yo'liqqan Uysunlar Ersin daryosidan, ya'ni Ningshada va Xishi koridoridan g'arbga qarab ko'chib, Ili vodisiga berib makonlashgan. Milodidan 170 yil burun ulug' yovchilar Hunlarga qarshi isyon ko'tardi. Batur Tangriqut milodidan 175 yil burun o'g'li Ko'kxon Kayuq Tangriqut qo'mondonligida Hun qo'shinlarini yovchilarni jazolashga mangdirdi. Ko'kxon qo'mondonligidagi Hun qo'shinlari ulug' yovchilarni tarmar qilib, ularning xonini o'ldirdi. Qonliq jazoga yo'liqqan ulug' yovchilar milodidan 175 yil burun marhum xonning malikasi boshchiligida g'arbga qarab ko'chib, dastlab Kuchaga keldi. Ular bu yerdan Ili vodisiga o'tib o'rinlashganiga ancha uzun bo'lmagan Uysunlarni makonlaridan qo'g'lab chiqardi. Ulug' yovchilar Ili vodisida yerlashganiga 25 yil bo'lgan Hunlarning yordamini olgan Uysunlarning hujumiga uchrab, Ili vodisidan ko'chdi. Ulug' yovchilar g'arbiy janubga siljib Qashqarga keldi. Bu yerda ancha uzun turmayla Yunan Bakteriya podshohligining shimoliy qismi, ya'ni Afg'onistonning shimoliga besib kirib, Kileokil hukmronligini xavf ostida qoldirdi. Tarixiy faktlarga asoslanganda, ulug' yovchilar milodidan 140 yil burun Yunan Bakteriya podshohligini yo'qotib, tarixda Toxariston deb atalgan davlatni qurgan. Toxar so'zining qanday kelib chiqqanligi va uning qanday ma'noga ega ekanligi to'g'risida haligacha aniq bir ma'lumot yo'q. Milodidan 126 yil burun ulug' yovchilarning oldiga borgan Zhang Chen ularni Hunlarga qarshi turishga kuch kiritgan. Ularning kuchi bilan Hunlarni ajizlashtirib, Xan sulolasining o'rnini kuchaytirish uchun ulardan harbiy yordam talab qilgan. Ulug' yovchilar Zhang Chenni ochiqchara qarshi olgan bo'lsa-mu, lekin uning podshohi Xan Wudi nomidan qo'ygan talabini rad qilgan. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.